Assalomu alaykum. Tak, ekran zapisi boshladik. Bizlar ko'pchilik yangi shogirdlarimiz ispolka qilganda sal qiynalishyapti. Minigeo bilan GeoDivision ishlataman men ko'pincha. Stenalarni sumkasini qilganda ko'pincha ishlataman men. Misol uchun 25-55 xasiyat metkadaligi. Men 9-etaj bo'ladi u. 55. Shuni olaman. Tez tushuntirib ketaman. Anaqa ruschada menda. Litsenziyasi ham tugagan. Sizlarga aytdim-ku, bir marta mana bu narsani ishlatamiz. Ya'ni Alligan nima deya ismda inglizchasiga. Inglizchasida ham ruschada ham ishlayveraman, farqi yo'q. Shunga bundoq qilamiz deb oltirib men bu o'sga o'tkazaman. Koordinatadagi o'sga. Ikkinchisini olaman-da, bu o'sga o'tkazaman. Keyin enter taqilamiz, bo'ldi, joylashdi. Endi Minigeoda открыть fayl qilamiz sumkasini. Birinchi blok 9-etaj stena открыть 0.2 atmetka kerak emas menga, nomer ham kerak emas. Okey. Mana tushdi. Belgilab hammasini shift bosib turib, shift bosaman, bularni belgilamaydigan qo'yaman, bo'ldi. Enter. Udayet qilaman, bo'ldi. Mana bu pribor turgan, ustunovka qilgan joylarim. Udayet qilamiz. Erinmasdan ko'chib, o'zimiz uchun sumka qilamiz-da. Tak, udayet qildik. Tak, bo'ldi. Endi buni belgilab olaman. Shift bosib, o'solasiz. Переместить chekar qolaman-da va buni powerless qilaman. Powerless qilganda mana shu o'sni olamiz. Mana 90 gradusga qilishimiz kerak. Tekst uni so'ncha o'ng tarafini bosib turib, mana kopiyani tagida turadi o'zi. Bosamiz va yana boyaga ushlagan joydan ushlab turib, ikkinchi tochkasini bu ustidan ushlaymiz. Endi buni tekst olishimiz chizib o'tirib, bir xillar gorizontal chiziq chizib o'tiradi. Unaqa emas, F8 bosib, ya'ni mana 90 gradus bossanglar, mana o'zi keladi o'zi. Mana bo'ldi. Endi GeoDivisionga kiramiz. GeoDivisionda mana bu verx-niz bor yoki Minigeoda ham verx-niz bor. Verx-niz bo'yicha ishlasanglar bo'ladi. Lekin Minigeoda bitta-bittalar qilib chiqadi. Civil Cut'da ham bor. Civil Cut'da ham xuddi shuna o'zini nastroykasida shunaqa sразу verx-niz chiqarsa bo'ladi. Ammo ko'pincha AutoCAD ishlayman, Civil Cut'da ishlayman. Civil Cut'da faqat ob'yem hisoblagan paytda ishlataman. Shu. Men AutoCAD juda ham qulay men uchun. Verx-nizni bosdim. Hamma normativ bo'yicha. Okey. Любой bitta tochka belgilab turib, proyektda belgilab, uzoqlashtirib keyin hammasini boshqacha tushuntiraman. Mana verx-nizni bosaman bitta. Bosdim, chiqadi normalari. Hammasi qilingan. Nastroyka qilib olasizlar. Bitta tochkani bosaman, keyin proyektda bosaman. Mana blokda bo'lmasi kerak, blokda chiqarilgan bo'lish kerak. Belgilanadi, mana blokda chiqarilgan. Bosiladi, keyin uzoqlashtirib turib, hammasi belgilab olinadi. Enter. Bo'ldi mana. Xullas shu. Qilib chiroyli chiqadi xullas. Bo'ldi, verx-niz tamom. Shuni olasizlarda переместить F8 bosib turib taqlab chiqaman 9-etaj. Bo'ldi, masshtab. Olasizlar, iloji bo'lsa, mana buni o'chirib tursanglar bo'ladi mana. Mana yoniq o'chirib tursanglar, yaqin kattalashtirishga qiynalmaysiz. Hech qancha o'ng tarafni bosib, bundoq olasizlarda mana joyidan katta qilib. Mana. Tayyor. Bo'ldi. Charchamanglar. Sog' bo'lasizlar.